Har doim safarga chiqqanimizda o'zimiz bilan nimadir shirinlik ko'tarib kelgimiz keladi. Bu birinchi o'rinda nima? Shokolad. Endi men sizga hozir oxirgi yillarda rosa trend bo'lgan Dubay shokoladini ko'rsatib bermoqchiman. Bu originalidan ko'ra podoriginal rosa ko'payib ketdi. Biz hozir buni rostakasm originalini yeb ko'ramiz. Bu yerda xilma-xillari bor. Bu shokoladni haqiqiysini yeb ko'rganlar baribir mazasini biladi. Buni originalini o'rnida baribir hech qaysi bosa olmaydi. Bismillah. Albatta, bunaqa bardak choylar bilan zo'r ketadi. Zo'r. Endi pistaligini ham yeb ko'ramiz. Bu boshqacharoq ekanda. Ayamaydi pistanichi. Bismillah. Mana. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu shokoladlarning hammasi brendoviy, original shokoladlar. Agar sizlarga ham shunaqa Dubay shokoladlarini, yana boshqa Dubay tovarlari, originallari 100% ishonchingiz kerak bo'ladigan bo'lsa, pastga profiligini atmetka qilib ketaman. Shahar bo'yicha xohlagan aviomizda, xohlagan joyga yetkazib berishadi.